Mana bu rasmda turgan eshakning ismi Hoshim. Bu bola tojikistonlik ekan. Agarda meni tojikistonlik aka-ukalarim ko'rib turgan bo'lsa, shu videoni yaxshilab ko'ringlar. Nimaga bunday deyotganimni tushunib olasizlar. Bu bola har ikkita videoning birida Samarqand Tojikistonniki, Buxoro Tojikistonniki deb video qo'yar ekan. Shu tarixdan, shu yer yuzi boshlangandan beri Buxoro va Samarqand biror marta Tojikistonning yeri bo'lib hisoblanganmi? Buxoro va Samarqand qaysi davlatga qarashli? O'zbekiston davlatiga qarashlimi? Demak, O'zbekistonniki. Hamma bu bolani kirib gapini ma'qullab yotibdi. To'g'ri, Buxoroda ham tojiklar yashaydi, Samarqandda ham tojiklar yashaydi. Demak, bu ikki viloyat ham Tojikistonniki deb jar solishyapti ekan kirsam. Keyin shu videoni qo'yishga qaror qildim. To'g'ri, Samarqandda ham tojiklar yashaydi, Buxoroda ham yashaydi. Lekin bu ikki viloyat yer yuzi boshlangandan beri O'zbekistonga qarashli bo'lgan. Tushunasizlarmi shuni? Yo tushunmaysizlarmi? Tushunmasanglar kirib o'qinglar.